Ana bunga ham e'tibor beringlar, hurmatli o'quvchilar. Yo'naltirgichlar bilan ko'rsatilgan qaysi yo'nalishlarda harakatlanish ruxsat etilgan. Mana bu bilan yo'naltirgichlarni ko'ramiz. A ga, V ga, S ga deb qo'yib yo'naltirgichlar. Lekin biz nima qilamiz? Faqat A bilan V ga ruxsat beramiz. Mana bu chorraha hali bir kesishmadan o'tmasi o'ngga burish mumkin emas. Bu yondosh hudud emas yoki qanaqadir hovlilar, turar joylar emas. Bu chorrahaligi uchun ta'sir qiladi. Mana bu qirramizdan bu qirramizgacha hali kesishmadan o'tib bo'lgani yo'q. Kesishmadan o'tgandan chapga A yo'nalishiga ruxsat beradi va V ga ruxsat beradi. Ana shu holatda biza ikkita A bilan V ga ruxsat beramiz. S ga kira olmaydi, chunki bu chorrahadan hali kesishmadan o'tib bo'lgani yo'q. Qonunni buzgan bo'ladi, qoidani buzgan bo'ladi.